Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, Kavrak biznes qilib turgan aka-ukalarimiz. Bugun xudo xolasa 30-oktyabr sanasida biz Xorazm viloyati Gurlanga, undan keyin Qoraqalpog'iston Nukusga bitta zakaz ko'chat, yana Qoraqalpog'istonga, undan keyin mana Qoraqalpog'iston Respublikasi Qo'ng'irot tumaniga 10,000 dona ko'chat, 2 kilo 150 gram urug' jo'natyapmiz. Undan keyin ertaga xudo xolasa mana bu sanalgan ko'chatlarimizni hammasini Toshkentga olib ketamiz. Mana ko'chatlarimizni qozib boshladik. Bismillahirrohmanirrohim deb. Az akalar, ukalar, kimga ko'chat kerak bo'lsa, olgan avanslarimizni hammasini xudo xolasa bittama-bitta endi yopib ketyapmiz. Keyin bu hafta ro'parosa 7-noyabr kun Qoraqalpog'iston Respublikasiga yana bitta zakazimiz bor. 3-noyabrda ham bor. 7-noyabrda yig'ib kimda 2,000 ta, 3,000 ta, 5,000 ta yoki 10,000 ta ko'chatlarimizni yig'ib zakazlarimizni 7-noyabr kun jo'natamiz. 3-noyabrdagi bitta Nukusdan akamiz keladi. Faqat o'shani o'ziga jo'natamiz. Xudo xolasa o'zlari kelib ko'chatlarni adbor qilib sortlaydi. Kimga ko'chat kerak bo'lsa, olgan avanslarimiz bilan navbatma-navbat beraveramiz. Yana ko'chat kerak odamlar telefon qilinglar, 2,000 ta, 3,000 ta, 5,000 ta hammasini dastavka qilib beramiz xudo xolasa. Pichoqlarimiz ham bor, kavrak pichoqlarimiz.